barchamiz Milliy liboslar festivaliga tashrif buyurdik. Bu festivalda barchaning ko'zida quvonch, xursandchilikni ko'rib, men o'zim ham kayfiyatim ancha ko'tarildi. Ayniqsa bu yerda menga yoqqan jihati qizlarimizni, ayollarimizni aynan do'ppilarda, milliy atlas va atlas liboslarda juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lishgan. Bundan tashqari bir qator milliy qo'shiqlar, taronalar, raqslar hammasi bugungi bu chiroyli bog'imizga yanada ko'rk bag'ishlab turibdi. Xuddi shunday tadbirlar albatta biz kabi ustozlar, o'quvchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi, yanada ko'proq o'tkazilishini tashkil ettirishni juda ham xohlardim. Bunday go'zal bayramlar biz vatanimizga yarashadi. Sababi qayerdagi o'zbek bor, uni egnidagi atlasi bilan, boshidagi do'ppisi bilan faxrlanadi, g'ururlanadi. Bizning ota-bobolarimiz bizga juda ham chiroyli tarix qoldirishgan. Mana bu milliy atlaslarimizni, adreslarimizni paydo bo'lishi ham bir go'zal tarixdir. Oddiygina mana bo'zchini kamalak jilosidan ilhomlanib yaratgan atlasi ming yillardan beri yashab kelmoqda. Va buni buvilarimiz kiygan, biz kiydik, bizdan keyin bizning kelinlarimiz, nevara-evarlarimiz kiyadi, xudo xohlasa. Atlaslarimizning turlari, xillari juda ham ko'p. Masalan, men yosh avlod bilishini juda ham xohlayman-da bu narsani. Bilishsinki, sariq atlas, qizil atlas, qora atlas, yaltiroq atlas, tovus atlas, anor atlaslar, xon atlaslar, juda ham ko'p turli atlaslar bo'lgan. Va albatta bu atlasni kiygan har qanaqa ayolning yuragida milliy g'urur yana ham jo'sh uradi.